Xo'sh, do'stlar, hammaga salom. Bugun siz bilan juda muhim bir masalani ko'rib chiqamiz. Aytaylik, siz katta bir qurilish loyihasini boshladingiz. Bankdan ancha-muncha kredit oldingiz va albatta o'sha kredit foizlarini qurilayotgan binoning qiymatiga qo'shib ketyapsiz. Lekin birdaniga, kutilmaganda qurilish to'xtab qoldi. Nima bo'ladi endi? O'sha foizlarchi havoga uchadimi? Keling, aynan shu savolga EAS 23 standarti yordamida javob topamiz. Boshladik. Mana, asosiy savolimiz ham shu. Bu shunchaki bir nazariya emas, yo'q. Bu deyarli har qanday qurilish kompaniyasi duch kelishi mumkin bo'lgan haqiqiy hayotiy muammo. O'sha foizlarni aktiv tannarxiga qo'shishda davom etamizmi? Yoki to'xtab, ularni to'g'ridan-to'g'ri foyda va zarar hisobotiga xarajat deb yozamizmi? Bu qaror, aytib qo'yay, aktivning yakuniy qiymatiga juda ham katta ta'sir qiladi. Yaxshiyamki, bu jumboqni yechish uchun bizda IS 23 standarti bor va u bizga ajoyib bir metaforani, ya'ni pauza tugmasi qoidasini taklif qiladi. Bu qoida xuddi pultdagi tugmadek ishlaydi. Qachon kapitallashtirishni vaqtincha to'xtatish kerakligini va foizlarni qachon xarajatga o'tkazish lozimligini aniq ko'rsatib beradi. Demak, standartda ikkita asosiy holat bor. Birinchisi, bu to'xtatib turish, yoki inglizchasiga suspension. Agar aktivni qurish ishlari kutilmaganda ancha vaqtga to'xtab qolsa, biz o'sha pauza tugmasini bosamiz va o'sha to'xtab turgan davrdagi foizlarni to'g'ri xarajatga olib boramiz. Ikkinchisi esa tugatish, ya'ni cessation. Bu endi o'yinning oxiri. Aktiv to'liq tayyor bo'lganda kapitallashtirish butunlay to'xtatiladi. Nuqta. Lekin mana shu joyiga juda ehtiyot bo'lish kerak. Har qanday to'xtalish ham pauza degani emas. Agar to'xtalish qurilish jarayonining bir qismi bo'lsa, masalan, texnik zarurat tufayli, aytaylik, beton quyildi va endi uning qotishini kutish kerak. Bu tabiiy holat. Bunda kapitalizatsiya davom etaveradi. Yoki deylik, qandaydir hujjat ishlari ozgina kechikdi. Bu kabi mayda ma'muriy kechikishlar ham foizlarni xarajatga chiqarish uchun sabab bo'la olmaydi. Yaxshi, keling endi bu quruq nazariyani bir chetga suramizda hammasini amalda ko'rib chiqamiz. Buning uchun Highrise kompaniyasining misoli bizga yordam beradi. Ko'raylikchi, bu qoidalar real hayotda qanday ishlar ekan? Xo'sh, vaziyat bilan tanishamiz. Highrise kompaniyasi 2001-yilning 1-yanvarida ofis binosi qurishni boshlaydi. Buning uchun yillik 10% stavka bilan naq $5 million maxsus kredit olingan. Hammasi a'lo darajada ketayotgan edi, lekin iyul oyiga kelib kutilmagan muammo yuzaga keldi. Ishchi kuchi va materiallar yetishmovchiligi sababli qurilish to'liq to'xtab qoldi. Xo'sh, buxgalter nima qilish kerak endi? Vahimaga hojat yo'q. Jarayon juda oddiy. Bor yo'g'i 3 ta qadamdan iborat. Birinchi navbatda yillik umumiy foizni hisoblab olamiz. Keyin qurilish to'xtab turgan davr uchun xarajatga olinadigan qismini ajratamiz. Va nihoyat, qolgan davr uchun kapitallashtiriladigan, ya'ni aktivga qo'shiladigan summani topamiz. Bo'ldi. Demak, birinchi qadam. $5 million kreditning yillik 10% qancha bo'ladi? To'ppa-to'g'ri, $500 ming. Agar o'sha iyul oyidagi muammo bo'lmaganida, shu summaning hammasi bino tannarxiga qo'shilgan bo'lardi. Lekin bizning vaziyatimiz sal boshqacharoq, to'g'rimi? Endi mana shu joyga e'tibor bering. Bu eng muhimi. Iyul oyida qurilish to'xtadi. Bu texnik zarurat emas. Bu haqiqiy kutilmagan uzilish. Shuning uchun standartga ko'ra biz aynan shu 1 oylik foizni aktivga qo'shmaymiz. Yo'q, uni to'g'ridan-to'g'ri xarajatga olib boramiz. Yillik $500 ming ni 12 oyga bo'lsak, har oyga taxminan $41,667 to'g'ri keladi. Mana shu summa iyul oyining moliyaviy xarajati sifatida foyda va zarar hisobotida aks etadi. Xo'sh, 1 oyni xarajatga oldik. Qolgan 11 oychi, yilning qolgan 11 oy davomida qurilish ishlari rejadagidek davom etgan. Demak, bu oylar uchun to'langan foizlar bemalol aktivning qiymatini oshiradi va bino tannarxiga qo'shiladi. Buning uchun umumiy $500 ming dan o'sha 1 oylik $41,667 ni ayirib tashlaymiz va $458,333 qoladi. Mana shu summa kapitallashtiriladi. Mana bu jadvalda esa yil oxiridagi yakuniy manzara juda chiroyli ko'rsatilgan. Moliyaviy hisobotda biz $41,667 ni foyda zarar hisobotida, ya'ni P&L da moliyaviy xarajatlar qatorida ko'ramiz. $458,333 ni esa balansda tugallanmagan qurilish aktivi qiymatiga qo'shilgan summa sifatida ko'rsatamiz. Hammasi aniq, tiniq va qoidaga muvofiq. Yaxshi, pauza haqida gaplashdik. Endi kapitallashtirishni qachon butunlay to'xtatamiz? Standart bu haqda juda aniq aytadi. Bino foydalanishga deyarli tayyor bo'lganda,
Ya'ni asosiy jismoniy ishlar tugallanganda biz foizlarni kapitallashtirishni to'xtatamiz. Agar binoning ichida qandaydir mayda-chuyda pardozlash ishlari, landshaft dizayni kabi ishlar qolgan bo'lsa ham bu muhim emas. Asosiysi, bino o'z maqsadida foydalanishga tayyor bo'lsa, tamom. Keling, bugungi mavzudan eng asosiy xulosani chiqarib olaylik. Shuni eslab qoling. Qurilishdagi har qanday kichik to'xtalish vahimaga sabab bo'lmasligi kerak. Faqat va faqat kutilmagan, rejalashtirilmagan va jarayon uchun zaruriy bo'lmagan uzilishlargina, masalan, ish tashlash, moliyaviy qiyinchiliklar yoki material tanqisligi kabi holatlar pauza tugmasini bosishga va foizlarni xarajatga o'tkazishga sabab bo'ladi. Juda yaxshi, pauza tugmasini ham kapitallashtirishni, to'liq tugatishni ham tushunib oldik. Demak, bizning high-rise binosi qurib bitkazildi. Xo'sh, endi nima? Qurilish tugadi, lekin buxgalteriya ishlari tugamaydi. Aslo. Aksincha, endi bizning oldimizda yangi va undan ham qiziqroq savol turibdi. Bu binodan qanday maqsadda foydalanamiz? Chunki aynan shu savolning javobi binoning buxgalteriya hisobidagi keyingi taqdirini butunlay o'zgartirib yuboradi. Agar siz bu binoni o'zingizning ofisingiz sifatida ishlatsangiz, u holda biz IAS 16, ya'ni asosiy vositalar standarti bo'yicha ish yuritamiz. Bordiyu uni ijaraga berib, daromad qilishni maqsad qilgan bo'lsangiz, unda bu umuman boshqa standart, IAS 40, ya'ni investitsiya mulki standartiga tegishli bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Ikki xil maqsad, ikki xil standart, ikki xil yondashuv. Ana shunday murakkab va qiziqarli holatni keyingi tushuntirishimizda batafsil ko'rib chiqamiz. O'zingiz bir o'ylab ko'ring. Agar kompaniya qurib bitkazgan binoni o'zining xodimlariga bozor narxida ijaraga bersa, bu investitsiya mulki hisoblanadimi yoki yo'qmi? Axir kompaniya daromad olyapti-ku, to'g'rimi? Xo'sh, standart bu haqda nima deydi? Javobini bilishni istasangiz, albatta biz bilan qoling.